Kerim G'ayratjonman. Sen tanishtirib turib keyin gapirib ketaverasiz. Hozir 3 ta masalada birinchisi o elektroshok bor-ku, videosini qo'yganmiz biz. Bilib turibdi. U birinchi masala. Norozisizlar shundan. Biz norozi. Shundan norozi bo'lyaptimi? Hamma norozi. Xo'p. Birinchi masala edi, ikkinchi masala. Ikkinchisi bu Elyorda borganda xodimni urib yuborishgan. Ya'ni bitta misestrasi xullas meni urdi, tan jarohati yetkazdi, ichki ishlarga ariza qilgan. Xo'p. Aslida ba'd urishgan. Xo'p, ikkinchi masala. Uchinchi masala. Yana nima qoldi? Prokuratura bo'lib o'tgan holat bo'yicha qanaqa harakat olib boryapti? Bo'ldi, bo'lsa boshlang, nima bo'laylik bo'yicha. Ikkinchisi esa birinchisi o'sha nima bo'yicha? Elektroshok masalasi bo'yicha. Hozir biz anaqaga borsak, ekspertizaga borsa, ular aytayapti, jurnalistlarga beramiz biz. Tergovchini bizga haqiqatga nima ruxsat kerak. 15-bo'lim viloyat prokuraturasi 15-bo'lim bo'lim prokurori Qodirov Olimjon bo'laman. Shu holat bo'yicha hozirda Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergov tekshirish harakatlari olib borilmoqda. 14-mart kuni mazkur holat bo'yicha bizda o'sha shakl 1 ga ro'yxatga olingan, shakl 1 bo'yicha hozirda bizda tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Ekspertizalar tayinlangan. Biz bu holat bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinib, bu yakuniy qaror bo'yicha biz munosabat bildiramiz. Sizlarga bu bo'yicha nima beramiz? Bitta savolim bor. Shu ekspertiza tayinlangan deb aytib o'tyapsiz hozir. Ekspertiza xulosalari chiqib bo'ldimi, hali chiqqani yo'qmi? Ekspertiza biz tan jarohati olganlik holati bo'yicha ekspertiza tayinlanganmiz. Ekspertiza dastlabkisini xulosasini olganimiz yo'q, xulosa natijasi bo'yicha nima qilamiz? Hali xulosasini olganimiz yo'q. Demak, xulosani hozirgi paytda sog'liqni saqlashga berib bo'lishdi, Mizrovga. Qaraslarga berishgan yo'q xulosa. Yo'q. Sud tibbiy ekspertizaga berganmiz, ekspertiza markaziga berganmiz, ekspertiza markazi bu bo'yicha bizga xulosani beradi. Tanaga yetgan jarohat bo'yicha. Tanaga yetgan jarohati bo'yicha. Lekin o'sha tanaga yetgan jarohatni yetkazuvchi omil yoki jismoniy model bo'yicha buni qaysi holatda ekspertiza qilinadi? Narkologik bo'lim holat. Hozir mana Husan Hasanovich bugun ko'rsatuvga bergan intervyusida aytib o'tilganki, ekspertiza xulosasiga ko'ra bu elektroshoker emas, bu oddiy fonar. Просто svetini yoqib qo'qitib qo'ygan xolos. Bunga prokuratura qanaqa qaraydi? Biz hozir birinchi nimani olaylik, ekspertizani tan jarohati bo'yicha xulosani olsak, keyin u bo'yicha nimani elektroshoker bo'yicha biz uni ko'rib chiqamiz uni. Yo'q, o'sha ekspertiza xulosasi misol uchun bironta jism yoki nimadan ottirilgan, mamlaqa yorug' bo'lgan yoki qontalashib qizarib qolgan yoki yirtilgan deb ekspertiza xulosa bersagina keyin fonarni ko'rib chiqasizlar, fonarmi yoki elektroshokmi deb yoki ikkovini ham birdaniga ko'rib chiqasizlar. Yo'q, u bo'yicha ham tanlaymiz biz, ekspertiza tayinlaymiz, u bo'yicha ham tayinlaymiz. Ya'ni predmetni nimaligi bo'yicha? Predmetni nimaligi bo'yicha bizda hozir men bo'yicha javob beraman. Aka, u mana videoda yasni odamni ongi bilan, aqli bilan tushunsa bo'ladigan darajada ko'rinib turibdi. Endi montaj qilinmagan, hech qanaqa montaj qo'shilmagan. Shu voqea joyida original syomkasini qo'yganmiz biz. Shu joyda ko'rinib turibdi. U fonar misol uchun biz o'zimizdan olib bordik, Husan Hasanovichni olib shu fonarni ko'rsatdik. Aka, mana bu fonar emas. Bu ayni vaqtda fonar dva v одном deydi, mana ikkitasi birda. Ham elektroshoker, yashirin funksiyasi bor-da uni. U o'zi ko'rinsa fonarga o'xshaydi. Lekin yashirin knopkasini yoqsangiz, u elektroshokerga aylanadi. U videoda ham aynan ko'rinib turibdi. Shu joyda elektroshoker bilan birinchi bo'yin qismiga, qo'l qismiga hamda biqiniga, yoniga urganda bu narsani. Bu ko'z bilan ko'rinib turgan narsani misol uchun biz bilyapmiz, bu xalq bilyapti buni fonar emasligini. Не только fonar, plus elektroshokerligini ham bilyapti. Yerda fonar sifatida foydalanilmagan-da, elektroshoker sifatida foydalanilgan. Men bitta qo'shimcha qilib aytsam bo'ladimi? Bitta qo'shimcha qilib aytaman. Hozirgi paytda mana o'sha elektroshokerda ekspertiza xulosalarini aytib tayanib aytyapti, bu fonar uchun aytilgan, qo'rqitish uchun qilingan deb Mizrab bizga javob berdi. Lekin men o'sha tegishli idoradagi o'sha Toshkent shahar respublika bo'yicha shu tok bo'yicha mana shu elektroshokerlar bo'yicha yaxshi mutaxassislar bilan gaplashganimda tanaga elektroshoker urilgandan so'ng u ekspertiza xulosasida chiqmaydi deb bizga aytishyapti, ba'zi bir manbalarga tayangan holda. Iltimos qilaman, shuni ham bir
amalga o'zlaringga bir olib qo'yib, shu inobatga olingan holda shu elektroshoker urilgandan keyin chiqadimi yoki chiqmaydimi, shu xulosalarni ham qilib bersanglar deb iltimos qildim. Uni savollikda ko'rsatganmiz, ekspertiza xulosa, ekspertiza qaror tayinlayotganimizda uni biz qarorimizda ko'rsatganmiz. Jarohatlari o'sha elektroshoker natijasida olishi mumkinmi, yoki mumkin emasmi? O'sha savollarimizni ko'rsatib o'tganmiz. O'shaning uchun biz xulosani olmasdan turib bir narsa deya olmaymiz. Tergov tekshirish natijasi bo'yicha biz sizlarga ma'lum qilamiz. Hozirda prokuraturada aynan mana shu narkologiyada bo'lgan masala yuzasidan tekshiruv harakatlari ketyapti. Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan ketyapti. Lekin bitta o'rinli savol bo'ladida, prokuraturada tekshiruv harakatlari davom etayotgan vaqtda kimdir uni bashorat qilish yoki mana bu qurolida, mana bunaqa edi, vakolati yetadimi yoki vakolati yetmaydigan darajadagi shaxsda jamoatga shunday xulosa berishiga prokuratura qanaqa? Bunga misol Farg'ona viloyatidagi, o'sha Mizrabdagi Husan Hasanovichni ommaga fanar deb e'lon qilgan. Shunga vakolati bormi? Mana ekspertiza xulosasini olmay turib tekshiruv ketayotib turgan jarayonda Husan Hasanovich, ya'ni sog'liqni saqlashdagi Mizrab buni fanar deb aytib chiqayotganligi sizlarda birinchidan prokuraturadagi tekshiruv harakatlariga xalaqit beradimi yoki bermaydimi? Ikkinchidan bu qonunda belgilab qo'yilganmi yoki belgilanmaganmi? Uchinchisi, prokuratura tekshiruv olib borayotgan bo'lsa, bu o'sha vakolat yetuvchi shaxs, ya'ni shu sohani vakolat yetuvchi shaxs bunga aralashuvi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ya'ni umumiy qilib, hurmatli hamkasb savolini berganmi, umumiy qilib oldindan bashorat qilish to'g'rimi, noto'g'rimi? Yo'q, bu oldinda Husan Hasanovich emas, biz sud med ekspertiza, sud tibbiyot ekspertizaga tayinlaganmiz. Uni boshlig'i Haydarov Husan aka bo'ladi. Husan Hasanovich bu sog'liqni saqlashdiki bu Husan Hasanovich. Biz Haydarov Husan akaga berganmiz. Bu Husan Hasanovich buni xabari, bundan xabari bilmadim, bormi? Chunki xulosani bizga beradi, unga bermaydi xulosani. O'sha xulosa bo'yicha shu bashorat qilishi to'g'rimi? Yo'q, men bilmayman, u bashorat qilganligini va xabarim yo'q bu bo'yicha. Mana Zo'rdo'ni Bukun informatsion dasturida o'zi mana oblzdrav sifatida, ya'ni shu viloyat bosh vrachi sifatida u holat yuzasidan bergan intervyusida bu predmet fanar ekanligi, shunchaki fanarni yoqib qo'yganligini aytganda bu narsa. Bu narsani ekspertiza xulosasini olmay turib, bu narsani ommaga e'lon qilish to'g'rimi? Yo'q, bu qonunda qanaqa ko'riladi bu narsa? Yo'q, biz uni tergov tekshirish davomida biz bu holat bo'yicha ham baho berib ketamiz. Yakuniy qarorni ba'zi prokuratura chiqaradi. Bu holat bo'yicha biz haqiqatdan shunaqa bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa xabar chiqqan bo'lsa, bu bo'yicha biz tushuntirish xati olib, yakuniy qaror bo'yicha qaror qabul qilamiz bu holat bo'yicha. Qonunda tergovga aralashish. Assalomu alaykum, familiyam Tojibov, Me'lorbek, Effektiv axborot agentligining muxbiriman. Qonunda tergovga aralashish bo'yicha qanaqa choralar ko'riladi? Qonunga aralashish bo'yicha. Tergovga aralashish jarayonlari bevosita ta'sir qilish mumkin. Qanaqa chora ko'riladi? Chora ko'riladi. U endi bizni huquqiy oqibatidan kelib chiqib biz uni ko'rib chiqamiz uni. Tergov jarayonlarida mana tergov surishtiruv jarayonlari ketyapti deyapsiz. Tergov oldi tekshirish ketyapti biz. Hali tergov ketgani yo'q, tergov oldi surishtiruv jarayonlari ketyapti. Xudo xolasa mana tergovlar ham boshlanib qoladi agar bunga panja ortidan qarab qolinmasa. Yo'q, qaralmaydi bizda. Qaralmaydi. Bu qaralmasa. Tergovga aralashsa qanaqa chora ko'rilgan? Oldindan. Tergovda umuman qonunchilikda mumkin. Qonunchilikda bor. Jinoyat kodeksining moddalari bilan ularga javobgarlik masalasini ko'rib chiqiladi bizning jinoyat kodeksi masalasi. Mana hurmatli hamkasblarim aytib o'tgandek, mana bu ijtimoiy tarmoqda ham chiqqan, buni axborot xizmatlari ham inkor etmasligi mumkin. Husan Hasanovichni Bukun informatsion dasturi orqali chiqish qilib, ekspertizaning xulosasiga tayanib turib, bu fanar ekan deyapti. Keyin ekspertizaning xulosasi tayanib turib, tan jarohati yetmagan ekan deyapti. Biz bu borasida hamkasblarim bilan birgalikda ekspertizaga tashrif buyurib, ularda og'zidan chiqqan gapi, ya'ni ekspertizaning glavrachining og'zidan chiqqan gapi tergovchi bermagin deyapti ma'lumotda. Ya'ni hozir ayni damda ochiqlik davr talabi bo'lib turgan mahalda bu juda ham og'ir oqibatlarga kelib chiqqan jinoyat emas. Bu hammaga ayon. Bir davlat siri bilan bog'liq masalalar emas-da bu. Bu bir tan jarohati yetkazilganligi, qanaqa jism orqali yetkazilganligi masalasi yuzasidan biz informatsiya olish, ya'ni jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarga tayanib biz axborot olish huquqiga egamiz. Ya'ni jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 8-moddasida ham daxlsizligimiz kafolatlanadi ekan. Va kim tomonidan?
biz shu masala bo'yicha biz axborot olish uchun kirgan vaqtimizda tergovchi tomonidan berilmagan degan. To'g'ri, tergovchi nima jinoyat kodeksida bermagan deb qo'ygan. Lekin jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risida qonunda axborot olish to'plash huquqiga egamiz. Bu qonunda na prokuratura organlariga, na sudga buzishga hech qanaqa vakolat berilmagan. To'g'rimi? И bizga vaj beryapti. Mana ekspertiza tomonidan jinoyat kodeksida berilmagan deb qo'ygan deyapti. Haqiqatan 239-moddada berilmagan deyapti, lekin aynan jurnalistga bermagan degan joyi yo'q. Jurnalistning vakolati bor va holanki axborot olish to'plash huquqiga egamiz. Taqiq qilinmaydi va kafolatlanadi deb qo'yganda qonun bilan. Shu masala yuzasidan mayli bizga ekspertiza bugun bermadi deylik. Huquq tartibot idoralari xodimlari hisobida sizlar mana hamkorligida ish olib borsanglar, mana ochiqlik siyosati hozirgi mana OV vakillari bilan birgalikda jurnalist va blogerlar tomonidan sizdan informatsiya so'ralsa, siz taqdim qilib bera olasizmi? Ekspertiza xulosasini. Agar ochiq bo'lsangiz, qonunimizni siz yurist sifatida qonunda qo'llab-quvvatlovchi shaxssiz Olimjon aka bizga taqdim qilib bera olasizmi ekspertiza xulosasini? Shu savolga men javob bersam. Mayli. Endi ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq endi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun 6-moddasida masalan tergovga qadar tekshiruv yoki tergov, jinoyat ishi tergov harakatlari olib borilayotgan bo'lsa, tergov organi yoki sudning roziligisiz oshkor qilish mumkin emas. Shu nuqtai nazardan masalan chunki uni hali bir qonuniy qaror qabul qilinmagan, tekshirilyapti. Chunki qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kimdir masalan ko'rsatuv yoki xabar agar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadigan bo'lsa, u masalan u ta'sir qilib kimdir o'rganib, tushunib, boshqa bir xulosalarni taqdim qilishi mumkin ertaga o'rganib. O'shaning uchun bu masala ruxsatsiz oshkor qilinmaydi deyapti. Chunki hozirgi paytda bu tergov qadar tekshiruv hali jinoyat ishi emas, oxiriga yetmagan. Mana hozir savol berildi, hurmatli mana hamkasbimiz savol berdi. Kimdir fikri, masalan fikr bildirishi mumkin, o'zini mana shaxsiy fikri yoki bir munosabat bildirishi mumkin, lekin qonuniy to'xtam o'sha tergovchida yoki sudda bir qonuniy to'xtamga keladi. Balki uni gapini inobatga olmasligi mumkin, balki noto'g'ri xulosa kelgan bo'lishi ham bu holatda o'sha bir qonuniy qaror qabul qilingandan keyin kim bir to'xtamga kelib, o'sha bir konkret savollarga aniq bir javob berish mumkin. Chunki hozir bu tergov qadar yakunlanmaganligi tufayli biz hozir uni muhokama qilishga imkoniyatimiz yo'q. Noto'g'ri qoladi harakat. Demak, hurmatli hamkasb, siz qonunlarni qo'llab-quvvatlaysiz. O'zbekiston Respublikasi tomonidan chiqarilgan har barcha qonunlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ijrosini nazorat vositalar to'g'risidagi qonunni qo'llab-quvvatlaysiz. Jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni nimaga qo'llab-quvvatlamayapsiz? Axborot olishimizga erkin imkoniyat yaratib mana shu ommaviy sizni foydangizga ishlasa, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunni ishlatyapsiz. Lekin bizni foydamizga kelganda jurnalistika faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunda nimaga biz ishlamaslik kerak? Xo'p, mayli, xo'p, bu tomondan siz to'g'ri harakat olib boryapsiz deylik. Nima uchun bu kun teleko'rsatuv, o'sha teleradio kompaniyani o'sha kun ko'rsatuvda chiqqan nima bo'yicha sizlar chora ko'rmadinglar? Mana hozir prokuratura organlari vositalar deyapsiz, jurnalistika. Tergov oldi, mana sizga savol berdi. Oshkor qilyapsizlar. Qani ochdinglarmi savol? Mana siz o'zingiz og'zingiz bilan aytyapsiz. Ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonunda oshkora qilish mumkin emas. O'zingiz aytdingiz. Chora ko'rdinglarmi Husan Hasanovichga? Biz u bo'yicha qanaqa chora ko'rdingiz? ko'rib chiqqanmiz, haqiqatdan mana shu holat sizlar aytgandek holat bo'lsa biz xizmat tekshiruvi tayinlaymiz. Hozir mana ushbu holat bo'yicha biz xizmat tekshiruvi tayinlaganmiz. Bu ham o'tgan televizor ko'rmayman desangiz. Hurmatli hamkasb. Nahotki televizor ko'rmayman. Televizor ko'rganingizdan xabarim bor, lekin uni ko'rmadim demasligingiz kerak. Yo'q, aniq savollaringiz bo'lsa javob beramiz. Aniq savol shu. Qanaqa chora ko'rdinglar, qanaqa harakat bo'ldi? Mana siz aytyapsiz, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi 6-moddani aytyapsiz. To'g'rimi? Mumkin emas deyapsiz. Xo'p, buzyapti Husan Hasanovich. Qanaqa chora ko'rdinglar? Qanaqa harakat qildi? Bu hozir mana erta oshkor. Oldindan bashorat qilyapti-ku. Masalan, ekspertiza menga fanarni berdi, ekspertiza menga tan jarohati yo'q deyapti. Lekin qonuniy to'xtamga keladigan, qonuniy to'xtamga keladigan. Oldindan bashorat qilyapti. Chunki mana bitta narsa bor. Masalan, har bitta davlat organi, masalan, o'zini quyi tizimi, masalan, xodimlari bor. Masalan, o'zini xodimlaridan kelib chiqib, o'zini yo'nalishidan kelib chiqib, o'zini sohasidan kelib chiqib, masalan, o'sha rahbar ham fikr bildirish huquqiga ega. Masalan, o'zini fikrini bildirgan bo'lishi mumkin. Mana ichki tekshiruv o'tkazgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi teleradio kompaniyasi gapirganda aynan so'zma-so'z gapiring. Ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu predmet fanar hamda ikkinchi xulosasi tan jarohati hech qanaqa tan jarohati yetkazilmagan.
Bu mana men sizga xolis videosini taqdim qilaman, uni ko'rib chiqasizlar. Endi bu masalan hozir Bu degani prokuraturani oldida jurnalistni bevosita yakuniy qarorni qabul qiladigan biz qabul qilamiz. Sizlar qabul qilmaslaringdan turib oldindan bashorat qilib xalqqa yetkazyapti. Bu masalalarni aytyapsizlar, bu masalalar ham ko'p chiqiladi. Prokuratura organi tomonidan hozirgi kunda yakuniy qaror qabul qilinmasdan turib, oldindan bashorat qilib, xalqning ongiga noto'g'ri narsani, informatsiyani kiritib qo'yapti. Bu demak yolg'on axborot tarqatish. Ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonunda yolg'on axborot. Ya'ni bu yerda даже teleradio kompaniya ham aybdor bo'lishi kerak. Uni tekshirmasdan turib, yolg'on axborot deyolmaymiz. Uni ko'ryapti, prokuratura organlari bayonot beryapti. Surishtiruv jarayonlari ketyapti. Ekspertiza xulosa qilish shuni elektroshokerligini aniqlasa yolg'on axborot bo'ladimi? Qaysi? Mana shu holat bo'yicha savollar tug'ilyapti. Hammamizda savollar tug'ilyapti. Masalan, bu savollarni masalan og'zaki mana qoldiryapsizlar yoki yozma qoldirishlar mumkin. Biz albatta ko'rib chiqamiz. Ko'riladi bu narsani baho beramiz bu narsani. Keyin mana degani hali bo'ldi, yechim anaqa degani emas, mana iltimos qilamiz. Bu masalalarni mana yozib olamiz. Yozma ham qoldirishlar mumkin. Mana og'zaki savollar beryapsizlar, bu masala albatta inobatga olamiz. Olimjon akadan iltimos qilib qolamiz. Shu holat bo'yicha oldindan bashorat qilib, xalqning ongiga noto'g'ri narsani hali sizlar oxiriga yetmasinglardan turib teleradio kompaniyasi orqali chiqib turib, butun bir respublikaga noto'g'ri. Tushundim siz. Yakuniy qarorda bitta holat bo'lyapti, Olimjon aka. Biz nimaga bu yerda hozir o'zi to'g'risi misolchi meni ko'rib jahlim chiqdi-da, nimaga biz yolg'on qilib qo'yapti-da. Ya'ni jurnalist blogerlar yolg'on qilib ko'rsatdi. Elektroshoker deyapti bular. Aslida ekspertiza xulosa beryapti, hech qanaqa elektroshoker emas, bu fanar deyapti. Uni mana bezvarujonni bilasiz-ku, mana hech qanaqa qurolsiz, hech qanaqa bir ekspertiza xulosasiz, misol uchun sizni oldingizga mana oldingizda mikrofon turibdi, to'g'rimi? Bunga hech qanaqa ekspertiza tayinlash shart emas, odam ongi aqli yetadi-ku buni mikrofoniga, to'g'rimi? Qo'lingizdagi ruchkaliga aqlingiz yetadi, oldingizda daftarliga aqlingiz yetadi. Misol uchun aka, mana bu narsa nima sizga desam, bu daftar deysiz, to'g'rimi? Sizga hech qanaqa ekspertiza xulosasi shart emas-ku. Videoda ham yaxshi ko'rinib turibdi u narsani, to'g'ri, bitta funksiyasi u narsa, u predmet, bitta funksiyasi fanar. Chunki fanari bor haqiqatdan yonadi. Lekin ikkinchi funksiyasi uni elektroshoker. Chunki videoda ko'rinib turibdi bu narsa, elektroshoker. Endi aynan videoda u aynan fanar funksiyasidan foydalanmagan. U yoritib ko'chani yoki qorong'i joyda yoritishda foydalanmagan. Aynan fuqaroga nisbatan bo'yin 3 ta qismiga videoda ko'rinib turibdi. Urganda u narsa elektroshoker qilib, ya'ni ovoz chiqyapti, videoda ko'rinib turibdi. U video montaj qilinmagan. Buni ham misol uchun maxsus shu aynan shu sohani tushunadigan ekspertlar jalb qilsa mana bo'ladi, vakolatlar bor, to'g'ri, qo'shimcha ekspertlar jalb qilish. Jalb qilsa bu ko'rinib turibdi, yaxshi narsa-yu bu narsa. Bu narsani chiqib turib, ommaviy axborot vositalarida misol uchun endi qo'pol qilib aytgan jurnalistlarni, blogerlarni obro'sizlantirish uchun bu hech qanaqa elektroshoker emas, bu fanar bu. U qo'rqitgan bu. Bunaqa misol uchun ma'lumot berganligi uchun amaldagi biz bu bo'yicha yuqori turuvchi tashkilotiga xizmat tekshiruvi tayinlaymiz mana shu holat bo'yicha. Keyin yakuniy qarorimizda bu holatlarga baho berib ketamiz. Xodimlarda xatti-harakatlariga qanaqa munosabat bildirasiz? Biz hozir qaror qabul qilmasdan biz bir narsa deya olmaymiz. Hozir ketyapti tergov tekshiruvi. Hozir aynan mana shu holatlar bo'yicha mana aytdim, Elyor borganda glavvrach tomonidan u yonidagi masalan o'rinbosarlari shu joyda tashqarida fuqarolarning aralashuvi shu holatlarga sizlar qanaqadir bir xizmat tekshiruvi tayinladinglar? Uni biz shahar prokuraturasi tomonidan xizmat tekshiruvi tayinlangan bu holat bo'yicha. Xizmat tekshiruvlari tayinlanib, hozir ketyapti. Tergov tekshirishimiz. Shu joyiga bitta savol berib o'tib ketaman. Hurmatli tergovchi, tergov bo'limi boshlig'i Olimjon aka. Endi tergovchi bo'lgansizlar, sizlar hozir ham tergovchilar nimasidasiz unvonda. Xo'p, nima sababdan viloyat miqyosida bo'lgan narsani shahar ko'ryapti? Viloyat miqyosida bo'lgan holatda shahar ko'ryapti. Savolim o'rinli. Hozir u joy viloyat narkologiya bo'limida. Viloyat narkologiya demak, viloyat miqyosida bo'lgan holatda shahar ko'ryapti. Savol. Shu savol bo'yicha men javob beraman, ruxsat bersangiz. Hozir Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi surishtiruv bo'limida aynan o'sha Tojiboyev Elyor sizni arizangiz bo'yicha bundan tashqari bemor xodimlar tomonidan yozilgan ariza shu 102 navbatchi qismiga berilgan xabar asosida tergov tekshiruvi o'tkazilyapti. Dastlab profilaktika inspektor tomonidan surishtiruv harakatlari o'tkazilgan. Mana bugun surishtiruv bo'limiga o'tkazib berildi mas'ul xodimga. U bo'yicha endi birinchi savolingiz hudud jihatidan Farg'ona shahar hududida joylashgan. Shuning uchun Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilayotgani birinchi asosiy sababi sodir etilgan huquqbuzarlik qaysi hududda joylashgan bo'lsa, o'sha hududda tergovga yoki tergov tekshiruviga taalluqli hisoblanadi. Endi ikkinchi masalamiz bor, masalan, prokuraturaning bu yerdagi o'g'ri masalasi keladigan bo'lsak, agar
tergov tekshiruv jarayonida ichki ishlar xodimlari tomonidan sizga yoki boshqa shaxslarga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etiladigan bo'lsa, bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, biz u bo'yicha xizmat tekshiruvi tayyorlab, xodimni harakatlariga baho berishimiz mumkin. Lekin hozirgi holatda kim huquqbuzarlik sodir etgan yoki o'zi holat qanday bo'lganligini tergov tekshiruv yakuni bo'yicha qaror qabul qilingandan so'ng aniq bo'ladi. Sizni harakatingizda huquqbuzarlik bormi yoki xodimlarning harakatida huquqbuzarlik yoki bu joyda umuman huquqbuzarlik harakati sodir etilmagan degan nuqtai nazar bo'yicha qaror qabul qilinadi. 10 kunlik muddat qabul qilinadi, qaror qabul qilinadi. Agar qo'shimcha tekshiruv harakatlari amalga oshirish lozim bo'lsa, masalan, ekspertiza xulosasi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, unda 1 oylik muddatga prokurorning ruxsati bilan 1 oylik muddatga uzaytirib berish mumkin. Yakuniy muddat 1 oylik muddat. Qarajon aka, shu joyga bitta iltimosnoma kiritib o'tib ketaman. O'zbekiston Respublikasi murojaatlar to'g'risidagi qonunda og'zaki va yozma ravishda murojaatlar qabul qilinadi deb qo'ygan. Og'zaki murojaat qoldirib o'tib ketaman. Bemalol ayting. Xo'p. Obyektivность bo'lmayapti. Sabab mana kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda ham bong yurgan masalalardan biri, men axborot yo'nalishida axborot olish maqsadida kirgan vaqtimda menga nisbatan xodimlari har xil haqoratli so'zlarni ishlatishib, ya'ni rukopriklatsiya, ya'ni qo'llarini uzatish, boshqa qilishda mayli tan jarohat olmadim deylik, olganim yo'q. Lekin menga qo'l otganligi, mush otganligi, shapalaq otgani, haqorat qilinganligi holatlari bor. Syomka turibdi. Manba borda, buni guvohlarim emas, manba bilan asoslab isbotlab berdim. Bu yerda endi shunaqa holat bo'lyaptiki, undan 2 kun o'tkazib, bizni hamkasblarning holat yuzasidan informatsiya olish uchun borgan vaqtida ular tomonidan yana provokatsiya harakatlari keltirib chiqarildi. Bekitib olishib, eshikda har xil barib kirildi, ichkari kirib informatsiya olish. Ular tomonidan yana ariza kelib tushyapti-da, o'sha holat bo'yicha hudud profilaktika noziri aynan o'shalarning arizasiga tayanib turib bizdan tushuntirish xati olyapti-da. Lekin undan 2 kun oldingi bo'lgan holat bo'yicha meni shapalaq bilan urishgan, mushotib qochgan shaxs rasmlariga doir har bitta narsani fakti bilan, videolar bilan tasdiqlab o'ziga berib qo'ydim xodimning qo'liga. Lekin xodim ulardan tushuntirish xatini olib bo'lgani yo'q. Hozir bunday qilamiz. Rasmlariga doir bersa, hatto manba mana desam ham yo'q, olgan yo'q. Bizni xodimlarni, bizni hamkasblarni ommaviy axborot vositalari sanlar kirganing bo'yicha deb bulardan majburan tushuntirishni to'laydi. Hozir bunday qilamiz. Obyektivность yo'q. Elyor aka, bo'ldi, obyektivность masalasi bo'yicha. Hozir siz tomoningizga yozilgan murojaatlar, o'sha bemorlar, xodimlar tomonidan murojaatlar hammasi birlashtirildi. Surishtiruv bo'limiga bitta yaxtil nimaga olib keldi. Sababi janjal ham holatdan bir xil o'sha sababni kelib chiqayotgan holatda. Obyektivность masalasi bo'yicha biz buni tergov tekshiruvsidan nazorat o'rnatganmiz. Qat'iy nazorat qilamiz, kunlik nazorat qilib yakuniy qaror qabul qiladi. Agar yakuniy qaror qabul qilinganda ichki ishlar organi qabul qilgan qarordan norozi bo'ladigan bo'lsangiz, u qaror ustidan shikoyat qilishingiz mumkin. Viloyat prokuraturasi yoki shahar prokuraturasi qaror qonuni bo'yicha o'rganib chiqadi. Lekin hozir ham shahar prokuraturasi tomonidan, viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan tergov tekshiruvsidan nazorat o'rnatganmiz. Olib borilayotgan narsani obyektivniy, to'liq har tomonlama o'rganib chiqib, yakuniy qaror qabul qilish ta'minlanadi. Biz iltimos qilardik, hozirdan tergov surishtiruv jarayonlari olindi, surishtiruvchiga olindi deyapsiz, profilaktika noziridan, ya'ni surishtiruv bo'limiga olindi. Surishtiruv bo'limiga olingan bo'lsa, biz iltimos qilamiz. Hozirda o'zida viloyat prokuraturasida yetarlicha mutaxassislar mavjudligini inobatga olib, viloyat prokuraturasiga olishinglarni iltimos qilamiz. Bitta narsada. Chunki shaharda bitta narsada bizda shubha borda, tanish bilishchilik degan narsa borda, haligacha bor bizda. Eskidan bor. Bizda shunaqa shubha bor. Shaharda xolis, viloyatda yo'q. Endi viloyatda bizda viloyatga ko'proq ishonganimiz uchun biz viloyatga keldik. Viloyatda yetarlicha qonun bo'yicha bizda mashinaga iltimos kiritishga vakolatimiz bor. Tergovchining harakatidan yo'q, norozi bo'lsangiz, mana tergov tekshiruv harakatlari o'sha haqorat qilish, tan jarohatidan bog'liq holatda yuzasidan kelib chiqqanda, demak bu to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlarning organi vakolatiga taalluqli doira bu. Ko'rilayotgan masala. Endi sizlarning iltimosnomalaring bo'yicha masalan, viloyat hududiga olish masalasini ko'rilishi mumkin xolos bu yerda. Chunki viloyat prokuraturasi bu kompetensiyaga javob bermaydi. Sababi biz tergov tekshiruvini nazorat qilishimiz mumkin, lekin ichki ishlarning vakolatiga kiriladigan narsani ichki ishlar organlari amalga oshiradi. Endi buni olish uchun yo'q, Farg'ona shahar prokuraturasi bo'yicha hozir aytildi, bu masala bo'yicha tergov tekshiruvi. Men ichki ishlardagini haligi buyoq bilan kelib chiqqan janjalda aytyapman. Bu narsani hududiga olish masalasini ko'rib chiqish mumkin. Uning uchun sizlar asoslantirilgan mana o'sha tergov tekshiruv olib borayotgan xodimni noxolisligini isbotlab berishlaring kerak. Birinchi navbatda asoslar bilan keltirib bersalaring, haqiqatan ham noxolisligiga biz ishonch hosil qiladigan bo'lsa, o'sha yerda obyektiv tergov tekshiruv harakatlari o'tkazilishiga
muayyan bir sabablar ta'sir qilayotgan bo'lsa olib berishimiz mumkin. Tushunarli. Kelishdiki? Tushunarli. Rahmat. Endi bunda iltimosim bor. Prokuraturaga nisbatan. Mana elektroshoker bilan urilgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi. Juda ham ko'p joylarda rezonans bo'ldi, juda ham ko'p prosmotrlar bo'ldi. Xalq o'zini fikrini kommentariy orqali televideniyalarda ham juda bong urib chiqildi bu narsa. Xo'p, mana ekspertiza xulosasi deyilyapti. O'sha Mizrab sog'liqni saqlash tashkiloti bu jinoiy ish bo'lib, surishtiruv olib borilyapti turgan joyda o'zini bir fikrini shu ekspertiza xulosasiga tayanib chiqib televideniyada matbuot xizmatiga o'zini fikrlarini aytishga haq-huquqi bormi? Yo'q, u bo'yicha haq-huquqi yo'q. Biz aytdik. Chunki sizlarga tayanib turib, ular xulosa qilib chiqarib gapirib berish kerak aslida. Yuqorida aytib o'tdik, bu bo'yicha biz yakuniy qaror qabul qiladigan organ faqat prokuratura bo'ladi. Siz aytdingiz, hali bu elektroshoker bo'yicha ham biz tegishli ekspertiza tayinlaganmiz. Haqiqatda bu elektroshoker yoki elektroshoker emasligi bo'yicha. Mana o'sha sog'liqni saqlashni boshliq Husan Hasanovich bo'yicha ham harakatlari bo'yicha biz xizmat tekshiruvi tayinlaymiz. Xizmat tekshiruvi yakuni bo'yicha biz tegishli qaror qabul qilamiz. Yana bitta masalani aytishimiz kerak, agar qo'shimcha bo'lsa, mana hozir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabar, boshqa ma'lumotlar aytilyapti. Bu bo'yicha mana hozir shahar prokuraturasining rasmiy bayonoti ham e'lon qilingan. Keyin ichki ishlarda ham, ichki ishlar boshqarmasining ham rasmiy bayonoti bor. Shu ikkala material bo'yicha ham, ikkala holat bo'yicha ham. Keyin yana bitta masalani iltimos qilib qolamiz, chunki mana Jinoyat protsessual kodeksimizda mana tergovga qadar tekshiruvdi, jinoyat ishini tergovini amalga oshiruvchi organlar bor. Masalan, surishtiruvdi, tergovga qadar tekshiruv. U endi vakolat sudga, prokuror, tergovchi, surishtiruvchiga berilgan. Yoki advokat masalan ma'lumotlar taqdim qilishi mumkin. O'sha ish bo'yicha boshqa bo'lishi bo'yicha. Chunki boshqa organga hech kim boshqa bir shug'ullanishga hech kimda haqqi yo'q. Chunki organga berilgan. O'shaning uchun agar bu masalani bir yechimini kutib tursak, bir to'xtamga kelinsa, keyin bir hali bir ko'rsatuv boshqa qilinsa, maqsadga muvofiq, uni hali oxiriga yetmasdan turib, masalani bir jihati ahamiyatsiz qolib ketyapti va elektroshoker qayerdan keldi? Narkologiya dispanser binosiga yoki xodimni qo'liga. Shu masalani ham iltimos qo'yardim. Tergov tekshiruvi qayerdan keldi, kim tarafdan keldi? Chunki bizda shunaqa guvohlar bor-da, endi ochiq gapiraveraman. Shunaqa mana shu masala ko'tarilib chiqarganda bu yerda hammaga kelganda bu narsa. Haligi oldin davolanib chiqib ketgan bemorlardan ham murojaat kelib tushdi. Ular xuddi shunaqa deganda, hammanikini xuddi shunaqa gap. Bu oldindan bor bu narsa deydi. Bu amaliyot, ya'ni elektroshoker amaliyoti, keyin mana hattoki men endi to'g'ri videosiga tashlab beraman, o'zinglar ko'rib ham chiqasizlar. Men buni ijtimoiy tarmoqqa qo'ya olmayman. Mana u aka aytdi, mana viloyat prokuraturasi yoki tuman prokuraturasi huquq tartibot organlari chaqirsa dedi, men dedi ko'rsatma berishga tayyorman dedi. Bu akani ko'rsangiz ishonasiz, mana nima bor, piyalacha kesib tashlagan o'zi. Chunki deyapti, so'lagini olib, tupurgini olib deyapti. O'zimga ko'p qilishgan deyapti. A bitta sherigim deyapti, sufiliksmi degan to'lib bor ekan ular. Odamni dahshatli darajada og'riq azob berar ekan. Shuni qilganda deyapti, chidalmaganda barmog'ini, oyog'ini, barmog'ini kesib tashlagan deyapti. Chunki chidalmasdan deyapti. Akani men o'zim gapiga ishonmasdan videoda ko'rib turibman, qish faslida bo'lgan narsa qor yog'yapti, tashqarida medsestra ular перевязка qilyapti-da videoda. Ko'rsiz oyog'ida sonlarida suvaylar ochildi. Suvak ko'rinib ketgan. Sonda yarmidan buyoq ko'rinmayapti. Oyoqlar ilma teshik bo'lyapti, bir qarich. Bu ayni mana shu narkologiyada bo'lgan holat deyapti. Endi u aka xohlardi, ko'pchilik tanidi-da, 5000 dollar pulim ketdi-da oyoqqa turishim uchun. Shu darajada bo'lgan deyapti-da. Bizda keyin yana shunaqa bir ma'lumotlar kelyapti. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa taqdim qilinglar. Sizga o'sha taqdim qilsalaringiz, tergov tekshirishda ko'rib chiqamiz mana shu holatlarni. Endi sizlarda qo'shimcha ma'lumot bo'lsa beringlar. Yana sizlar ham jinoyat protsessi videosi ham turibdi, mana Elyorga o'zi olgan jinoyat protsessi aka ham aytgan, oyog'imga ko'p qilishgan. Jinoyat protsessual kodeksning 322-326-modda talablarida har bitta narsalar ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqilgandan keyin albatta uni ko'rib chiqiladi. To'g'ri. Har bitta holat bo'yicha men shaxsiy sahifamda o'zim yoritib har bitta jabrlanuvchilarning intervyuslarini qo'yib, kunga bittadan qo'yib boryapman. To'xtaganim yo'q. Keyin Olimjon aka bitta narsaga e'tibor berib o'tganish kerak. Meni haqqim yo'q tergovga aralashishga, faqatgina bir taklif berib o'tganish kerak. Berish haqqingiz bor. Sulfazin degan dori vositasidan juda ko'pchilik jabrlangan. Sababi ular mana kartina qilib chizib bersam, biz deyapti, bir og'zim shunday gapirib qo'ysak, 70% 1260 ta, men bir haftaning ichida 1260 ta jabrlanuvchi bilan gaplashib chiqdim. Ishonasizmi, ishonmaysiz. Sizga o'g'lim menga chin.
Ha 70% aytyapti, mana bu ikkita chekkaga deyapti, sulfazin qiladi deyapti. Hammasiga, songa deyapti. Oyog'imiz yurolmay qoladi. Bu bo'yicha bir alohida e'tibor berib o'tkazishlarini so'rab qolaman. Keyin galoperidol, bu zapresheniy dori vositasi hisoblanadi. Psixotrop vosita, dori vositasi hisoblanadi. Bu ya'ni ruhiy kasalliklar dispanserda ko'plab ishlatiladigan galoperidol dorisi hisoblanadi. Bu umuman zapresheniy. Buni ham bu dori vositasi bo'yicha 70% odam jabrlangan. Ya'ni galoperidol dorisi shunaqaki, sog' odamga ichi qilsa ham deyapti, mayli deyapti, ichardir biz deyapti, boshqa qilardir, ichi baland ohangda gapirardir, biz talab qilardirmiz, lekin yuring sizga deshadi, vitaminingiz qilib qo'yamiz desharkanda galoperidol qilib qo'yar ekan deydi. So'ylarimiz qiyshab, burmashib, bir hafta turib olmasdan yotamiz deyapti. Umuman mumkin emas deyapti. Keyin o'lim holatlari juda ko'p bo'lar ekan. Kirib ketadi. U bo'yicha ham juda ham ko'plab odamlar intervyuda oldim. Kirib ketar ekan, o'lik holatda chiqadi, morgga olib boradi, morgdan nafas yetishmovchilik, yurak to'xtab qolish yoki davleniya ko'tarilib ketish oqibatida. Alohida yana bitta narsa e'tibor berib o'tkazishlaringni iltimos qilib qolamiz. Ekspertizaga alohida e'tibor qaratishlar. Albatta. Ekspertiza holatlari bo'yicha. Keyin yana bitta savol berib o'tdik. Xo'p, davolash protsedurasida o'zini o'zi og'zi bilan aytayapti-da, ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni televideniyadan chiqib turib, Husan Hasanovich aytib o'tyaptilarki, fonarida deyapti. O'sha joyda bitta savol berib o'tyapman. Xo'p, davolash protseduralarida fonar bilan qo'rqitilgan deyapti o'z og'zi bilan. Fonar bilan qo'rqitish degan davolash protseduralarida mavjudmi degan savolni qo'ysam, yo'q dedi. Faqat mana shu joyga ham e'tibor berib o'tkazishlar. Mayli deyapmiz, elektroshoker emas, o'zi aytganda fonar bilan qo'rqitish degani bu ruhiy bosim o'tkazish degani-da, shaxsga nisbatan. Bu ham umuman mumkin emas bo'lgan narsa. Ruhiy bosim o'tkazganlarni inobatga olib, o'zi og'zi bilan aytyapti. Keyin bu narsaga yo'l qo'ydirib bergan glavvrachlar, zam glavvrachlar tomonidan yo'l qo'yib berilgan bo'lsa, shu narsalarga ham e'tibor. Albatta, o'sha xizmat tekshiruvi tayinlangan. Xizmat tekshiruvi natijalari bo'yicha bu hammasi inobatga olinadi. Chunki xizmat tekshiruvi, to'g'ri xizmat tekshiruvi, tushuntirish xatlari, tergov tekshirishda hammasiga baho berib o'tamiz. Xizmat tekshiruvi ular tomonidan qilinyapti-da, xizmat tekshiruvi o'tsa, hozir bitta narsani biladi, ham buni qoida yuzini qo'l bilan yopib bo'lmaydi. Oldindan aldanib kelganmiz deyapti, xalq aytayapti, agar ekspertiza bergan bo'lsa, ekspertiza bilan tibbiyot birlashmasi bir xil deyapti. Bitta xizmat tekshiruvi tayinlaymiz-da, biz bitta xizmat tekshiruvi tayinlaymiz. Unda tushuntirish xatlari va tergov tekshirishda olib borilgan ishlarimiz bor-ku, protsess. O'shalar bo'yicha biz yakuniy qarorda o'sha hammasini bitta nima to'xtamni keltirib, bitta qaror qabul qilamiz biz yakuni bo'yicha. Bu narsaning salbiy oqibati nimadan kelib chiqqanligini tayini. Bular kim tomonidan bu narsalar yo'l qo'yib bunga yo'l qo'yib berilgani xolos. Moqchi bo'lganimiz tergovchi tomonidan, aynan shu misol uchun surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan shu surishtiruv yoki tergov jarayonlarida mana shu savollar ham javobga qo'yilsin, kiritilsin, iltimos qilyapman. Tushunaman. Keyin yana iltimos qilib qolardik. Bu Nodir aka sizga tegishli aynan shu yakuniy xulosa bo'yicha shunchaki rasmiy bayonot emas, ya'ni imkoniyat bo'lsa shunaqa bir brifing bo'ladi. Albatta. Yana bitta narsa qo'shimcha qilib o'tib ketay. Assalomu alaykum. Esanov Shuhratjon, Shuhrat Esanov kanalining blogeriman. Birinchi kun borganimizda soat 3:00 da borganmiz. Asha videorolik tarqalgandan keyin 3:00 da tekshirish maqsadida jurnalistik tekshiruvimizni olib borish maqsadida borganmiz. Borganimizda asha nimaga narkologiya dispanseriga davolanib turgan shaxslar birinchidan matras yo'q, ikkinchidan bolish yo'q, quruq nimani o'zida yotishgan. Xonada. Lekin xona sovuq. Xullas bu masala bo'yicha ertasi kuni asha Elyor Tojiboyevga tahdid bo'lgandan keyin biz borganimizda o'sha linoleum qo'yilgan, matraslar qo'yilgan, bolishlar, oq chayshaplar qo'yilyapti. Bu o'sha degani o'sha o'zlarini o'zlari ochib qo'yishyapti deb fikr qilyapmiz biz. Bu masala bo'yicha. Shu masalaga ham iltimos o'zlaringni haligi nimalaringni qaratib qo'yinglar, iloji boricha deb fikr bildirib qo'yyapmiz biz shunga ham aka. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi, men sizga savol qo'yaman. Savolni berib yubordik. Bo'ladi. Sog' bo'linglar. Rahmat.